Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Azizlar, roza haqidagi suhbatlarimizni albatta ushbu oydagi, balki 12 oy, bir yil davomidagi eng muborak kecha Laylatul Qadr kechasi haqida suhbatlashmasdan o'tkazishimiz mumkin emas. Alloh taolo mo'min musulmonlarga Ramazoni sharif munosabati ila ko'plab xayr barakalar bergan. Mazkur xayr barakalarni sanab sanoga yetish ham qiyin. Ba'zilarini esa umuman idrok etish, ihota qilib olishga inson zoti ojizlik qiladi. Ana o'sha ulug' ne'matlardan biri Laylatul Qadr kechasidir. Bu kecha Ramazoni sharif kechalaridan biridir. Ba'zi rivoyatlarga qaraganda Ramazoni sharifning oxirgi 10 kechasidagi tog' kechalaridan biridir. Yana ham xosroq qilib aytilganda Ramazoni sharifning 27-kechasidir. Faqat bir kechani qat'iyan tayin qilinmasligi kishilarni ko'proq ibodat qilishga urinishlari uchundir. Laylatul Qadr lug'aviy jihatdan ham, voqelik jihatidan ham ikki bir-birini to'ldiruvchi ma'noni aks ettirgan. Birinchisi qadar, ya'ni taqdir kechasi ma'nosini anglatadi. Chunki har yili shu kechada barcha mahluqotlarni bir yillik taqdiri o'lchov qilib aniqlanadi. Ikkinchisi qadar, ya'ni qadr, qiymat, ulug' kecha demakdir. Dar haqiqat jahon tarixidagi eng qadrli, eng qiymatli kecha Laylatul Qadr kechasidir. Insoniyat o'z tarixida Laylatul Qadrchalik ulug', muborak, yaxshi kechani boshidan o'tkazgani yo'q. Biz bu ulkan haqiqatni Qur'oni Karimning Qadr surasidan bilib olamiz. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ya'ni albatta biz uni Qadr kechasida nozil qildik. Ya'ni biz Qur'onni Qadr kechasida tushirdik. Insoniyatning qiyomat kunigacha ikki dunyo saodatiga boshlovchi Allohning boqiy mo'jizasi Qur'oni Karim Lavhul Mahfuzdan Baytul Izzatga aynan Laylatul Qadr kechasida tushirilgandir. Ushbu ilohiy dasturning ilk oyatlari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qalblariga ham Jibril alayhissalom orqali yetkazilgan kecha Laylatul Qadr kechasi edi. U zoti va barakot sallallohu alayhi va sallam Hiro g'orida ibodat bilan mashg'ul edilar. Ushbu ulkan hodisa yuz bergan kecha qadrli kecha bo'lmay, qaysi kecha qadrli bo'lsin? Bu kecha insoniyat boshiga Allohning rahmati yog'ilgan bir kechadir. Bu kecha Alloh taolo insoniyatga o'z inoyati ila saodat mayog'ini tushira boshlagan kechadir. Bu kecha insoniyatga johiliyat zulmatidan iymon nuriga chiqish imkoniyati berilgan kechadir. Bu kecha insoniyatga turli xato yo'llarni qo'yib Allohning to'g'ri va nurli yo'liga yurish imkoniyati berilgan kechadir. Laylatul Qadr kechasi shundoq kechaki, bu kecha insoniyat qiyomatgacha kifoya qiluvchi ilohiy ko'rsatmalar to'plamini qabul qilib ola boshlagan bir kechadir. Bu kecha shuncha ahamiyatli, shunchalar ulug' kechaki, uning to'liq mohiyatini inson idrok eta olishi amri maholdir. Bu haqiqatni Alloh subhanahu va taolo o'zi ta'kidlab, "Va ma adraka ma Laylatul Qadr" deydi. Ya'ni Laylatul Qadr nimaligini senga ne idrok ettirdi? Ya'ni buni idrok etishing qiyin deydi. Shuning uchun ham Alloh taolo suraning davomida Laylatul Qadri khayrun min alf shahr, ya'ni Laylatul Qadr 1000 oydan yaxshiroqdir deb Laylatul Qadrni vaqt jihatidan
bir kecha bo'lsa ham ahamiyat jihatidan ming kechadan, minglab oylardan yaxshiroq ekanligini bayon qiladi. Laylatul Qadrda kelgan xayr baraqa boshqa vaqtdagisidan yaxshiroqdir. Bu kecha shundoq kechaki, unda Alloh subhanahu va taolo aytganidek, tanazzalul malaikatu var ruhu bi izni robbihim min kulli amr. Ya'ni unda farishtalar va ruh Robbilarining izni ila har bir ishni olib tushurlar. Laylatul Qadr kechasida ruh, ya'ni Jibril alayhissalom boshchiligidagi farishtalar dunyo osmoniga o'z Robbilari izni ila turli ishlarni olib tushadilar. Boshqa hech bir kechada bundoq bo'lmaydi. Bu kecha nafaqat yer yuzidagi insonlar, balki farishtalar uchun ham ahamiyatli kechadir. Va nihoyat bu kecha salamun hiya hatta matla'il fajr, ya'ni u tong otguncha tinchlikdir. Laylatul Qadr tinchlik kechasidir. Insoniyatga amal qilinsa tinchlik baxsh etadigan ta'limotlar berilgan kechadir. Bu kechada tushgan Qur'on insoniyat tomonidan tatbiq qilinsa, har bir inson qalbi, har bir oila, har bir jamiyat, har bir davlat va hamma insoniyat har taraflama mukammal tinchlikka ega bo'lur. Shuning uchun ham Laylatul Qadrni har qancha bayram qilinsa, nishonlansa arziydi. Bizning ushbu kechani nishonlashimiz o'zimizga xos bo'ladi. Habibimiz va yo'lboshchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ko'rsatganlaridek va aytganlaridek bo'ladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. U zot va barakot o'z hadislaridan birida, kim Laylatul Qadrni iymon bilan savob talabida bedor o'tkazsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinur deganlar. Biz mazkur ulug' va muborak kechani iymon kechasiga, savob talab qilish kechasiga aylantirishga harakat qilmog'imiz lozim. Bu kechani Allohga, islomga bo'lgan iymonimizni yana ham baquvvat bo'lishiga harakat qilib ibodat bilan o'tkazmog'imiz lozimdir. Biz bu muborak kechani har lahzasini g'animat bilib, unda ko'proq savob hosil qilish uchun urinishimiz lozimdir. Alloh taolodan ushbu niyatlarimizni ushbu muborak kechada amalga oshirishimizni, hammamizni taqdirimizni oliy maqom etib tayin qilishini so'raymiz.